إلهي قد تراكمت الذنوب وما زالت بغفلتها القلوب وما زالت بغفلتها القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المحمود هو الله جل جلاله ومصلى ومسلم عليه محمد وآله. Allah subhanahu wa ta'alaga beadad maqtovlar, hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Hurmatli ahli islom, ahli iymon, mo'min musulmon birodarlar, Alloh subhanahu va ta'ala hammalarimizni qilayotgan amallarimizni, ibodatlarimizni o'zining dargohida qabul va maqbul qilsin. Bugungi suhbatimiz inshaalloh islom arkonlari va islomning asoslari, Alloh taologa eng suyukli kalima va Alloh subhanahu va taologa eng suyukli ibodat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ham eng suyukli ibodat. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu hadislarda keltiriladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan men so'radim. Qultu ya Rasulullohi, ey Allohning elchisi, ayyul a'mal ahabbu ilalloh? Alloh subhanahu va taologa eng suyukli amal qaysi deb men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'radim deb Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytibdilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, as-salatu ala vaqtiha, o'z vaqtida o'qilingan namoz. O'z vaqtida o'qilingan namoz deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam javob berdilar. Ya'ni amallarni boshi, eng suyukligi, Alloh va rasuliga eng yoqimli amal as-salatu ala vaqtiha, o'z vaqtida o'qilingan namoz deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytibdilar. Nima uchun namoz Alloh subhanahu va taologa eng suyukli va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga yoki har kuni 5 marotaba takrorlanaveradi degan ba'zi paytda savollar tug'ilishligi mumkin. Alloh subhanahu va taologa bizni o'qigan namozlarimizdan foyda yo'q. Yoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bizni o'qiyotgan namozlarimizdan foyda yo'q. Balki birodarlar, ulamolarimiz kitoblarida keltirishadi. Lam yakhluqnallohu likathra min al-qilla, ozchilikdan ko'payishlik uchun, lil quwwa min ad-da'fi, zaiflikdan kuchayishlik uchun yoki kambag'allikdan boyishlik uchun Alloh subhanahu va taolo siz bilan meni yaratmadi. Balki Alloh taolo Qur'oni Karimda ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innalloha huvar razzaqu zul quwwatil matin. Men jinlarni va insonlarni deyapti Alloh subhanahu va taolo faqatgina o'zimga ibodat qilishlik uchun yaratganman deb Qur'oni Karimda marhamat qilyapti. Mana shu ibodatlarning asli va asosi va eng kattasi va eng Alloh subhanahu va taologa suyuklisi namoz. As-salatu nurun. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytibdilar, namoz nur. Alloh subhanahu va taolo insonni yuziga nur beradi agar namoz o'qisa. Masalan, xalqimizda ba'zi bir so'zlar bor, e'tibor bersanglar ko'p eshitgansizlar. Falonchi odamni yuzida farishtasi bor ekan. Mana u odamning yuzi nurli ekan. Yoki mana u odamning yuzida qandaydir nuri yo'q ekan. Ko'rimsiz ekan degan so'zlar yuradi. Mana ularning asosini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytibdilar. As-salatu nurun. Namoz insonga nur bo'ladi. Burhon bo'ladi, dalil bo'ladi va insonni do'zaxdan qutqaruvchi narsa bo'ladi va namoz haqida Qur'oni Karimda hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnat-i mutahharalarida juda ham ko'p dalillar bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yuqimunas-salat va yutunaz-zakat, namozlarni qoyim qilishadi va ular zakotlarni berishadi. Va aqimus-salat, namozni qoyim qilinglar, barpo qilinglar va atuz-zakat, hamda zakotni o'tanglar, ado qilinglar deb Qur'oni Karimda bir necha yerda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytadilar. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu hadis. Buniyal islam ala 50. Islom dini 5 arkondan iborat. Shahadat an la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb dinga kirganingizdan so'ng as-salah yoki iqomis-salat, namozni qoyim qilishlik debdi. Ba'zi paytda birodarlar, do'stlar, safarda yurganlar, mana Rossiyada yoki boshqa joyda xizmatda yurgan odamlar ishlari tufayli yoki ba'zi bir kichik bahona ro'kach qilinib namoz o'qilinmaydi. Biz aytamizki, bizni Alloh subhanahu va taolo bu dunyoga ibodat qilish uchun, ruku va sajda qilishlik uchun yubordi. Masalan, islom arkonlarini kuzatadigan bo'lsak, birodarlar, haj umrda bir marotaba keladi. Ramazon ro'zasi
Yilda bir marotaba unda ham kasal bo'lsa, musofir bo'lsa tutmaydi, keyin o'rniga bittadan tutib beradi. Zakot faqat boylar uchun, haj ham boylar uchun. Ramazon ro'zasi ham yilda bir marotaba. Har kuni takrorlanadigan ibodat mana bu namoz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytiblar: "As-sala fima bayna as-sala, as-sala ila as-sala mukaffiratun fima baynahun." Namoz bilan namozni o'rtasida "Iza ijtunibatil kaba'ir" katta gunohlardan ehtiyot bo'linadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ikki namozni o'rtasida qilingan gunohlarni barchasini kechirib yuboradi, deyapti. Hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "Al-ahdullazi baynana va baynahumus-salah." Musulmon bilan musulmon emas insonni o'rtasidagi farqni, ayrimini bilmoqchi bo'lsangiz, namozda ko'ring. "Faman tarakaha faqad kafara." Kim namozni tark qilsa, dindan chiqibdi degan ma'nodagi hadislar ham bor, birodarlar. Agar bu yalqovlik bo'lsa yoki mazhablarda yoki juma yoki hayit degan joylarda so'z bor, inshaalloh o'rni kelganda aytiladi. Lekin namoz musulmon bilan musulmon emasning farqini ajratib turadigan narsa. Birodarlar, namoz aytilayotganda, mana Rossiyada bir ishlab yurgan odamlar aytishadi. O'ris odam kelib so'rar ekan, xo'jayin deyiladi. Endi o'sha odamlar Alloh hidoyat bersin, u boshqa millatdagi, boshqa dindagi insonlarga ham. Bizdan borgan odamlar Rossiyada ishlab yursa, aytaylik 10 kishi bo'lsa, 5 tasi namoz o'qib, 5 tasi o'qimar ekan. Shu rus millatiga mansub inson kelib, "Voy musulmani, sizlar musulmonmisizlar?" "Da, мы musulmon." "Они тоже musulmani" dedi. "Bular ham musulmonmi?" "Nima uchun sizlar namoz o'qiysizlar, ular namoz o'qimaydi?" deb so'rar ekan. Qarang, hattoki boshqa dindagilar siz bilan bizni namoz o'qimasak musulmonmikin deb shubha qilar ekan. Boshqa dindagilar siz bilan bizdan borgan odamlar namoz o'qimasa shubha qilar ekan. Hatto ba'zi paytda nima uchun bular ichadi? Axir senlarda ichishlik harom-mi? Nima uchun cho'chqa go'shtini yeydi? Sizlarda cho'chqa go'shti yeyishlik harom-mi degan savollar bilan bizni birodarlarimiz uyattirgan o'rinlar ham bo'lgan. Birodarlar, o'zimiz mavzumizga qaytadigan bo'lsak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam salatu nurun, namoz nur deb marhamat qilyaptilar. Bu yerda matematikaga, algebraga, plus minusga tushmaydigan bir qoida bor. Bu ham Alloh subhanahu va taoloning fazli karami. Birinchi marotaba namoz farz bo'lganda 50 mahal farz qilingan. Alloh taolo mo'min musulmonlarga 50 vaqt namoz o'qishlikni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam orqali farz qildi. O'zini huzuriga chaqirib Sidratul Muntahada Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga 50 salatam 50 mahal namoz o'qisin ummatingizga ayting deb 50 mahal namozni farz qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam osmonlarda qaytayotgan vaqtlarda Musa alayhisalom bilan uchrashib, Musa alayhisalom bilan suhbatlashganda "Maza farada robbuka?" Sizning Robbingiz sizga nimani farz qildi? Qola, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, 50 mahal bir kecha kunduzda namoz o'qishlikni farz qildi deb aytdilar. Shunda Musa alayhisalom aytdiki, "Inni jarrabtu bani Isroil." Men bani Isroilni tajriba qildim. Ashaddu tajribatan. Men ularni juda ham ko'p sinaldim. Fa inna ummataka la tutiqu. Ummatingiz qo'ldan kelmaydi, ko'tara olmaydi. Robbingizdan so'rang, marhamati keng, namozni ozaytirib bersin dedi. Hatto namoz 5 mahalga tushdi. Ya'ni matematika hisobiga to'g'ri kelmaydi deganimizni isboti yoki misoli 50 mahal namoz. 50 dan 5 ni ayirsangiz 45 qoladi. Teng 45 qoladi. Demak 45 tasini Alloh taolo yo'q qildi. 5 mahal qoldi xolos. Ammo matematikaga to'g'ri kelmaydigan joyi Alloh subhanahu va taolo aytdiki, "Khamsun fi khamsin." 5 mahal o'qiysizlar, 50 mahal namoz o'qidi deb yozaman. 5 mahal namoz o'qiysizlar, 50 mahal namoz o'qidi deb savob ajrlarini beraman. "Ma yubaddalul qawlu laday." Meni huzurimda so'zlar o'zgarmaydi deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Qarang birodarlar, Alloh taolo 5 mahal namozni 50 mahaldan 5 mahalga tushirdi. Ammo 50 mahal namoz o'qidi deb savoblarini yozib qo'yadi. Mana shunday bo'lsa ham ba'zi bir insonlar ishlardan kelib chiqib yoki boshqa narsalardan buni asosiy yalqovlik, mana shu yalqovlikdan kelib chiqib namoz o'qimaydi. Ammo qo'rqitadigan oyat yoki hadislarga keladigan bo'lsak, qiyomat kunida va idza qila lahum ruk'u la yarka'un. Ularga ruku qilinglar desa ruku qila olmaydi. Nima uchun? Dunyoda ruku qilmaganliklari uchun oxiratda ham ular ruku qila olmaydi deyapti Alloh taolo. Hamma insonlar qiyomatda rukuga buyurilsa, namozxon insonlar ruku qilar ekan, dunyoda namoz o'qimagan oxiratda ham ruku qila olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytiblar: "Awwalu ma yuhasabu al-abdu bihi yawmal qiyamati as-salah." Qiyomat kunida birinchi bo'lib bandani so'raladigan narsasi namoz.
fa in naja minha, qaysi inson namozdan najot topsa, boshqa amallardan ham najot topdi. Ihson qilishligi mumkin, yaxshi gapirishligi mumkin va o'zi bilgan bir necha yaxshi amallarni qilishligi mumkin, ammo namozni qoyim qilmayotgan bo'lsa, boshqa amallardan so'ralmaydi. Namozdan o'tolmasa boshqasidan o'tmaydi. Chunki bu so'zni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytiblar. Birinchi bo'lib namozdan so'raladi. Mana ba'zi bir odamlarni ko'rasiz, ihsongo'y, odamlarga yaxshi gapiradi yoki yana qandaydir ishlar bilan band, ammo namoz o'qimaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozni imtihondan o'tsanglar, so'ngra boshqa amallardan so'ralasizlar deyaptilar. Shuning uchun birodarlar, namoz haqida qanchalik Qur'ondan yoki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislardan aytadigan bo'lsak juda ham ko'p. Inshaalloh bu o'ringa kelganda yana ham aytib o'tiladi. Bu eslatma bo'ldi xolos. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan avval as-salat as-salah, ey ummatim, namoz, namoz, va ma malakat aymanukum, qo'lingdagi ishchilaringlarga yaxshi muomalada bo'linglar, namoz o'qinglar, namozni barpo qilinglar deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyodan ketishlikdan avvalgi oxirgi vasiyatlari ham mana shu bo'lgan. Namoz o'qiylik. Alloh subhanahu va taologa ruku qilaylik. Alloh subhanahu va taologa sajda qilaylik. Alloh taoloning eshiklari doim ochiq. Nima deb duo qiladigan bo'lsa, qanday qilib ibodat qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo albatta mana shu ibodatlarni qabul qiladi va qiyomat kunida ham jannatga kirayotgan vaqtida namoz eshigi orqali Alloh subhanahu va taolo kirgizishligimizni, jannatga kirishimizni yengil qiladi. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.